Assalamu alaykum hürmetlik radyo anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Xeyver Tömürning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paramchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, vanglar bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada ne nochlar bor. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyrug'ini kesgan, bag desang bagdak, shoh desang shohdak, erkin ozoda o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yinib kaptudak. Endi uni Beyjingga minibdi deydi. Beyjing degan biz bordigan joy. U yalang to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi sevimdiq. Sen kiribiding. Ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Oradan yarım saat, bir saat o'tdi. Molla Zaydin kirmadi. Ussigan Vangning tomoqlari quridi. Vang odamlariga qarab, izlab ko'ringlar, nima qilyotidi dedi. Dorg'ilar izlab qarasa, Molla Zaydin cho'ginni daraxtga esib qo'yib, uning ostiga o't qalab o'ltirgan ekan. Dorg'ilar bu ahvolni Vangga ma'lum qildi. Vang o'zi chiqib so'radi. Nima qilganing bu? O'zirda katta mehmonlarga choy qaynatyapman. Cho'gini daraxtga esib qo'yib o't qalasi qaynam degan? Albatta qaynaydi. O'tgan qish o'zlarining egiz dalollarida bir kech tunab chiqqan vaqtimda xamonga qalangan o'tning taptida tong otquchi tarlab chiqqanligimni o'z ko'zlari bilan ko'rgan edilar. Xamon bilan egiz dalolning orliqi 2 yo'l keladi. Endi o'ylab ko'rsizlar, 2 yo'l yiroqlikdagi o'tning taptida odam taligan yerda bir g'ulach egizligi esilgan cho'gin qaynamaydi desa, kimning ishongusi keladi? Bir oz sabr qilsizlar, cho'gin albatta qaynaydi. Vang uning masxiralik kulib qilgan so'zlariga na xafa bo'lishni, na kulishni muvofiq ko'rmay, o'zining ahmoq bo'lganligiga ochiq kelib, qaytib ketishga majbur bo'ldi. Bu voqeamu xalq ichida ko'p so'zlanib, Molla Zaydinning shuhratini texmo oshiribdi. Buyruqqa binoan o'rda kohlari orib qo'g'unchini chambarchas bog'lab, otqa so'ritib akilib, zindonga tashladi. Zindonda yana lamjillik Setovaldi Yaqon ismli odam bor edi. Bu odam o'zindan buyon otvoz edi. Uning 2 baytali bo'lib, ot qichir tug'dirib, ularni beqib setib kun kechiradi. Keyingi yillarda bu odamning bir shirg'i eti yo'rg'ida dang chiqardi. Yurtdagi otxumor baylar shirg'ini talishib 15 dadan bug'doy berimiz debmi setib ololmay yuradi. Ammo bu xabarni Vang anglagandan keyin 20 dadan bug'doy beriman, Lükchundagi sangdan bug'doy qochilib olsin degan bir parcha xatni tashlab qo'yib, shirg'i yo'rg'ini yetilab ketdi. Setovaldi Yaqon bug'doyni elib olish uchun Lamjindan harva, eshak yollab otayin Lükchunga tushdi. Kelitchi Amanshoh bek Setovaldi bilan o'z uyida ko'rishib, bug'doyni bermoqchi bo'ldi va o'rdadan yezib bergan hujjatni talab qildi. Setovaldi balvig'idan xatni chiqarib berdi. Amanshoh bek xatni bir qo'r ko'zdan kechirib, bug'doyni sangdan qochilib olishga buyurdi va hujjatni yostiqning ostiga tiqib qo'ydi. Setovaldi Yaqon yollab kelgan ot uloqlarini agashtirib, sangga kelganda sangchilar hujjat talab qildi. Hujjatni Amanshoh bekka topshirdik desimu, sangchilar inovatga olmay, xatsiz osh berolmaymiz deb turdi. Setovaldi darhol begning uyiga kelsa, Amanshoh bek otliq bir tarafga ketib qolgan ekan. Shuning bilan yo oshliqni ololmadi, yo hujjatni topolmadi. Bular namoz degargacha saqladi. Oxir bo'lmay yollab kelgan harva eshaklarni qaytarishga to'g'ri keldi. Setovaldi Amanshoh bekning ishga oldida naq 2 kun saqlagan bo'lsa-mu, u kelmadi. Hatto uning qayerga ketganligini uqqila bo'lmadi.
Setivaldi ilojsiz Lamjinga qaytib ketib, boshqadan kelish qaroriga keldi. Shunda qilib, bu ishning kuni uzrab, ko'nrashqa yuz tutdi. O'rdiga kelib, Vangga to'g'ri bo'lib ko'rgan bo'lsa-mu, Vang hujjat bo'yicha elishni uqtirib, ancha egidorlik qilmadi. Shirg'i yo'rg'a shundaq oson qo'ldan chiqib ketdiki, bir kambag'al oilaning chidab turg'idek hech holi qolmadi. Hatto Turpan Yomuliga arz qilib borgan bo'lsa-mu, quloq soladigan biror odam chiqmadi. Setivalda qaytib kelib Vangga bug'doyni menga bermadi deb dodladi. Buni anglagan Vang qo'shilmasini turib, "Sen bizga tuhmat qilmoqchimi? Olmadim deganing bekor gap. Hozir hujjat, xat o'zimizga yenib keldi. Bug'doyni sana bermagan bo'lsa, xat bizga qaytib kelmaydi. Bir dona bug'doy og'inim yo'q", dedi Setivaldi ochiqida ko'ziga yosh elib. Hujjat qo'limizga yenib kelganligini ko'rib turib, bug'doy olmadim desang, buningga kim ishinidir? Xudo haqqi, menga birdan osh bermadi. Xatni Amanshaning qo'liga berib qo'yib, sanga borsak, songchilar osh bermadi. Qarab turib o'val qilsa bo'lamdi. Sen o'rdaga tuhmat qilmoqchimi? dedi Vang va uni zindonga tashlashga hukm qildi. Zindonda yana Komil Sapra degan odam bor edi. Shu davrlarda qorong'u bog' o'ltirishi bo'ladi. Bu o'ltirishqa kimning chiroyli ayoli, qizi yoki kelini bo'lsa, shularni taklif qilib qatnashtiradi. Komil Sapraning kichik xotini Zaytunaxon dangdar ayol bo'lg'achqa, o'rda uni bu qitimqi bog' o'ltirishiga taklif qilib, napa avatganda Komil Sapra bu xo'rliqqa chidab tura olmay, Vang avatgan odamlarga "Obro'yinglarni saqlab, asta ketib qilinglar. O'z ayolimga o'zim ega", dedi. Do'rg'ilar qaytib kelib, Komilning so'zini yetkizganda, Vang ochiqig'i poylamay, uni otqa so'ritib akilib, zindonga tashlagan edi. Uningdan boshqa yana 10dak odam bo'lib, ularmu yuqorqilarga o'xshash yo'qilang ishlar bilan yotqanlar edi. Yurt ichida zindondagilar to'g'risida nurg'un g'ulg'ula va shikoyatlar bo'lmoqda edi. Hamma odam zindondagilarning nohaq yetayotganligini bilgandan tashqari, ularning kelgusi to'g'risida ham andisha qiladi. Vangliq hokimiyatning to'qmoq jazosi bilan nurg'un odamlarni kerakdan chiqarib tashlaganligini bilgan xalq hozir zindonda qamalganlarning nohaq jazolanib kerakdan chiqib ketishidan ansiraydi. Vang va uning o'rda xodimlari bo'lsa, biz yurtni to'qmoq bilan tutib turyapmiz deb o'ziga tamanno qo'yishadi. Buningdan xalq intayin norozi edi. Qorong'u bog' buyuk baraqsanligiga qarab qo'yilgan ism bo'lishi notayin. Balki bu bog'da Vanglar aysh ishratlik mashrablar o'ynab, sharmandichiliklarni qiladiganliklari uchun shundaq deb atalgan bo'lishi mumkin. Bu bog'dagi mashrabga yurtning har qanday yeridagi chiroyliq, dangdar cho'kan juvonlar qatnashtiriladi va ularni usulga soladi. Usul jarayonida navoda Vangning biror cho'kanga ko'ngli tushib qolgan bo'lsa, intayin pastkash usullar bilan Vangga sharoit yaratib beriladi. Shuning uchun kimning kelini yoki qizi o'rda mapisiga tushgan bo'lsa, bu intayin xo'rliq hisoblanadi. Nabiga tushgan ayollar o'lgicha yomon otliq bo'lib o'tadi. Kim bu xo'rliqqa chidamay Komil Sapradek qarshilik ko'rsatsa, shu zindonga mahkum bo'ladi. Komil Sapra zindonga mahkum bo'lingandan keyin uning kichik xotini Zaytunaxonni bemalol taklif qilib, bu qitimqi qorong'u bog' mashribiga qatnashtirdi. Darvaqa Zaytunaxon g'unchabo'y kelishgan ayol edi. Hafizlar bog'ning ichini yeri vatgudek naqshi aytib qizitgan paytda Zaytunaxon usulga tushdi. Hafizlar naqshini Zaytunaxon nomli padiga yo'tkab, "Jinim bolam Zaytunaxon uyda yetib ayvonida, bog'da yetib karvatida" deb to'xtamay to'lashga boshladi. Vang bo'lsa Zaytunaxonga ochko'zlik bilan talmurib qolgan edi. Ko'hlardan biri Vangning hayvisi qo'zg'ilib qolganligini bayqadida, qorong'u bog' qoidasi bo'yicha "Vang xo'jam xiris qildi, boshni yerdan ko'tarmaymiz" deb jakor e'lon qildi.
Buni anglagan kahlar hofizlarning hammasi qilayotgan ishini to'xtatib, o'z o'rinlarida dum yetishdi. Toki Wang ko'ngil echib bo'lganga qadar beshini ko'tarmasliklari lozim edi. Bu xo'rliqqa ko'ngan har qanday kishi qorong'u bog' mashribining yaxshi mehmoni bo'la oladi. Lekin Molla Zaydin bu xo'rliqqa qoyil emas edi. Bugun garchi u mashrabga qatnashgan bo'lsa-mu, xo'rliqqa ko'nish uchun emas, aksicha Zaydun xonni har qanday nomusdan saqlab qolishni maqsad qilgan edi. Shunga Kah yuqorqi jakarni e'lon qilib, boshqalar o'z o'rniga dumtushgan fursatda Molla Zaydin qo'lidagi dobni taranglatib etib, "Choshqon" deb varqirdi. Hammaylan cho'chib qarashdi. Bo'libmi, Wangning arvohi uchib, cho'chib putini tortdi. Molla Zaydin o'rnidan turib, dobni olg'ili ketib etib, "Qarasam, Wang hojamning puti yinida yugan bir choshqon ketyapmamda. Hojamning putini tishlayolmasin deb oldirab dobni otdim." Bu hodisa bilan Wangning payzi xuddi tomokining tutunidek to'zib ketdi. Dum yotqanlarmu bir-birlab boshlarini ko'tarib, ilgirki holatga kelib o'ltirishdi. Molla Zaydin qaqoqlab kulib, "Bir choshqon bir qozon oshni bulg'abdi degandek, bugungi payzinimi bir choshqon buzdi. Bu so'rinni buzdinglar. Xo'sh. Lükçün Wanglarini oddiy chaqlashqa bo'lmaydi. Ularning to'qliqdan kerilib, halovatdan samirib, bekorchilikdan zerikib, saranglarcha ish ko'radigan ba'zan hamoqatlariga qarab, ularni butunlay aqlsiz kishilar deyishga bo'lmaydi. Ular tüp asosiy masalalarda chechan va hoshyor turadi. Bo'libmi, ular Beyjingdagi xon tarafga, Urumchidagi Dudu Jangjun tarafga va Turpandagi Ombol tarafga intayin hoshyorlik bilan quloq silib, yilon qandoq ko'shsa, o'z loyiqida ish ko'rishga qo'lli ishlatadi. Beyjing xonga qandoq muomala qilish, qandoq sovg'a taqdim qilish, Urumchi Dudusiga qandoq muomala qilish, Turpan Ombiliga qandoq modara qo'llanish jihatlarda alohida yo'l izlaydi. Setavaldi yaqaning yo'rg'isini qo'lga kirgizib elish yoki xalqning yer zaminlarini o'ziga qo'shib elishdek tub manfaat masalalarida Wanglar intayin quv edi. Shuningdek, o'z tavasidagi har qanday boyning ma'lum taraflarda o'zidan eshib ketishiga yo'l qo'ymaganning ustiga Oqsu, Kucha Wanglari, Qashqar, Yakan g'ojilari tarafga hoshyorlik bilan quloq soladi. Hatta yoshurun odam avatib, ularning ortiqchiliklari va yetarsizliklarini ko'zitib kelib, yer suyining oz ko'pligi, obro'y inovat, so'lat va boshqa jihatlarda o'zlarini ular bilan selishtirib turadi. Qisqasi, ular bilan o'zangi so'qishtiradi. Agar ulardan qaysi jihatda bir oz orqada qolganligini his qilsa, o'tib ketish tadbirlarini ko'radi. Wang bugun ishki g'angzi tamaki chekib olgandan keyin shirkayib surib o'ngdisiga yotdi va cho'nqur xiyolga ketdi. Apyonni garchi suzi kayib qiladi deysimu, bugun bu kayibga qandoqdir bir xashlik oralashgan edi. Shunga u xiyoliga kelganni o'tirg'i qo'ydi. Kucha Wanglari nag'ri chalsa, uzun bir nimasi bor deydi. U qandoq narsa? Nimishqa bizda yo'q. Xo'sh. Ko'rib kelganlarning aytqanlariga qaraganda uzunligi 2 qo'lach keladigan bir nima ekan. Uni nara deydi ekan. Ovozi muzga yiqilgan o'rdaknikidek g'at-g'at qilib chiqadi ekan. Hech qancha yaxshiligi yo'q ekan. Yanila bizning sunaylarimiz yaxshi ekan. Hilqi badaxsha otlari-chi. Xo'sh, badaxshan arg'umoqlari degini bo'yni uzun, qursiqi inchika, putlari nozik keladi ekan. Palasta bo'g'izlaydigan otlar ekan. Yer tallaydigan bakmu zil emish. Bizning lükçün zaminlariga to'zmaydi deydi. Issiqda chidimisi kerak. Wang yana ko'zini yumib o'yga ketdi. Molla Zaydin Wangning hozirgi ish pushqini va hasadxo'rlik qilayotganligini sezib so'z boshladi. Mening bilishimcha, Oqsu Kucha Wanglari bir ikki xil yangi narsasi bilan o'zlaridan ustun turimiz deb o'ylayotsa kerak. Lekin bir ikki yangi narsa bilan ish bitmaydi. Meningcha bir muhim ish bor. Bu ish hech kimning xiyoliga kirib boqmagan ish. Agar o'zlari odam bolalarining xiyoliga kirib boqmagan shu ishni qilgan bo'lsalar, hammani besib tushgan bo'ladilar.
Qaysi ishni demoqchisan? Men bir quloq mullasi, kitoblardan anglashimcha, olam degan tarix olimi ekan. Tarixda podshohlar, vang'o'jilar orqama-orqa uzilmay o'tib turdi ekan. Podshohlar tarixi, vang'o'jilar tarixi, avliyolar tarixi deb kitoblar yoziladi ekan. Ulug' ish qilgan bo'lsa, tarixga alohida yozilib maqtiladi ekan. Ulug' ish qilmaganlar bo'lsa, tarixga yozilmaydi ekan. Yozilgan taqdirdami oddiyli yozib qo'yiladi ekan. Meningcha, oddiy yozilgandan yozilmagan yaxshi. Nushirvan odil, u odil bo'lganligi uchun tarixga yozildi. Agar u odillik qilmasdan o'z o'rdisida biror uzun sunoy chaldirib yoki bir necha badaxshon arg'umoqlarni beqibli o'tgan bo'lsa, uningga odil degan nom berilmaydi. Talbining bir qiliqi ortiq deb, oqsu, kuchavanlari uzun sunoy chaldirib, bir nechadan badaxshon otlarni boqtirib yetiversin. Ularning undaq ishlari tarixga hargiz yozilmaydi. Agar o'zlari donoqliklariga elib, ular qilmagan, balki qilolmagan, hatto o'ylabmi yetmagan yangi bir ishni bajo keltirib, ularni besib tushib, hayron qoldirgan bo'lsalar, meningcha bek katta ish bo'ladi. Qani, qandoq ishni demoqchisan? O'tmishdagi podshoh vanglarning hammasi yurtni bir xil usulda so'rab keldi. Masalan, gunoh qilganlarni zindonga tashlash, bog'lab esish, o'limga buyurish, kaltakka besish. Bularning hammasi bir xil chora, hech qanday farqi yo'q. Biz bu yerda to'qmoq jazosi desak, kucha oqsuda kaltak jazosi deydi. Amalda mundaq jazo choralari tarixlarga hargiz yozilmaydi. Navoda o'zlari har qanday podshoh vanglar qilmagan, balki ular qilolmagan yoki ularning choralariga tamoman o'xshamaydigan yangi usulni tepib ijro qilib, tarixlarga alohida yozilgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Qani qandoq usulni deysan? Ochiqroq ayt. Meningcha, to'qmoq jazosi deganni o'zgartgan bo'lsalar. To'qmoq jazosini o'zgartib, uning o'rniga chiroyli anglindigan, amaliyotda to'qmoq bilan urg'andanmi dahshatli bo'ladigan bir chorani qo'llanib, butun iqlimni hayron qoldirgan bo'lsalar. Chorani ayt. Ochiqroq so'zla, texmi ochiqroq qilib. Meningcha, mayli zindondagi, mayli yangidan tutilgan gunohkorlar bo'lsin, ularga to'qmoq jazosi qo'llanmasdan ko'k kaptar jazosini qo'llanib nobud qilsak, nima degan oqilona chora bo'ladi, ha? To'qmoqni urib nobud qildi degandan ko'ra, ko'k kaptar qo'g'latib chora ko'di degani siliq anglindi. U amaliyotda to'qmoq bilan urgandan necha hassa ortiq unum berdi. Ko'k kaptar jazosi deganing qandoq jazo u? Kaptarning bo'ynini to'lg'ab uzgandek, bo'ynini uzib tashlaydigan jazo deydiganda. Hargiz undaq gap emas. Gunohkorlarning beshini kaptarning bo'ynini uzgandek uzib tashlaydigan bo'lsa, vahshiylik bo'ladi. Tarix tazkirlarga vahshiylik qildi deb yozilish donishmand vanglarga nisbatan nomus, to'limi nomus bo'ladi. Qani so'zla, vahshiylikmi bo'lmaydigan, otilishqa siliq, ammo o'xshashli oliy jazo belgili bo'ladigan chora bo'lsa ayt, deganingni qilaman. Masalan, o'lim jazosi bermoqchi bo'lgan bir gunohkor etib o'ltirilsa-mu, dorg'i esib o'ltirilsa-mu, baribir o'ltirildi. Ammo bu bir xil chora. Agar o'lim jazosi beriladigan gunohkorlarga belgi qilingan ko'k kaptarni qo'yib etib, mushuk kaptarni tutib kelasan deb amr qilsak, bu gunohkor o'z jazosini topadi. Kaptar degan taqqa yoki boshqa bir cho'l jaziraga qochdi. Gunohkor shu kaptarni tutib kelish uchun cho'l taqqa yoki jaziraga yurishga majbur bo'ladi. Qanotli jonivorni qanotsiz odamning qo'g'lab tutishi aslo mumkin emas. Demak, gunohkor kaptarni tutish uchun birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa yugurib, cho'l jaziralarda baribir o'lim jazosini o'zi topadi. Balki etib o'ltirilganda bir osh pishim qiynalgan bo'lsa, kaptar jazosida 2-3 kun jafo tortib, yerib, ussab, cho'l jaziralarda qoqib ketmamdi. Jazo buningdan qattiq bo'lamdi. Ammo bu jazoning ismi chiroyli, jabri hammadan mushkul. Agar o'zlari mushundoq oqilona chorini qo'llanib, hukmronlar orzu qiladigan eng dahshatli unini ko'rsatadigan bo'lsalar, oqsu, kucha vanglarining hayronlikda og'zi ichilib qolmamdi. Bu tarix tazkirlarga Lökchin vanglarining donishmandligi deb yozilmasmi? Kelgusi avlodlar anglasimi, o'zlarining bu aql farosatlariga hayron bo'lmasmi? To'g'ri, bu chora yaxshi ekan.
bo'ladi ekan. Atsi jazo maydoni tayyorlandi. Egiz supida Wang o'z odamlari bilan o'rin oldi. Supuning to'ban tarafida qurol tutgan 20 dan ortiq cherik sap tortib mudofiya vazifasini o'tab turadi. Orib qo'g'unchi, Setivaldi Yaqang, Komil Sabra qatorliq 10 necha gunohkor jazo maydoniga keltirildi. Ularning ruhiy tushkun butun vujudini qandoqdir dahshatli taqdir o'rib olgan edi. Bugun so'roq ishlarini Wang xo'ja o'z og'zi bilan Molla Zaydinga topshirgan edi. Shunga u supining oldiga kelib tantana bilan jakar e'lon qildi. Donolikda piri komil, adolatda Nushirvan Odil Wangdan buyruq. Gunohkorlarning qo'llari yeshib tashlansin, ko'zi kishanlar ep tashlansin. Ey Yohannas, ishtinglar amuxas. Gunoh riyo bo'lsa-mu, jazo degan ras. Bugun to'qmoqqa basmas, bo'g'ib darg'imi osmas. İltifat degan buningdan ortiq bo'lmas. Qani, komil sapram oldiga chiq. Qo'lingni sol, putingni yig'. Sening gunohing hammadan jiq. Qizillati belgi qilindi kaptarga. Tutib kelish muhlati bo'ldi 3 kunga. Tutib kelsang kechirim, tutib kelmasang loyiq xanjarga. Molla Zaydin putiga qizil lati chegilgan ko'k kaptarni sevatdan elib havoga qo'yib berdi. Kaptar qanot qiqib cho'ltoq tarafga yo'l oldi. Komil Sapra uning orqasidan payposlab qo'g'lab ketdi. Qani sen qo'g'inchi Arif, sening bu shaytoning g'olib. Qo'g'iningni yulg'onga varqirabsan, ko'zingga yosh olib. Gunohni tunib, boshing egarsan, bo'lmasa bo'yningga sirtmoq chigarsan. Ko'klati belgi qilingan kaptar sangi xas. Qani qo'g'la, olg'a bas. Shunda qilib Setivaldi Yaqang, Amur, Sultan qatorliq 10 necha gunohkorni ayrim-ayrim belgi qilingan 10 necha kaptarning kayindan qo'g'latib, taraf-tarafga yo'lga selibdi. Bugungi so'roqdan mamnun bo'lgan Wang o'z tasavvurida tillari bir g'ayrit sangilab qolgan. Hömidab holsizlangan odamlarning kaptar qo'g'lab ketayotganligini, ba'zanlarining yiqilib tushib, jon talishib azoblanayotganligini, oxirida qiynalib o'layotganligini aniq ko'rmoqda edi. Molla Zaydin bugun o'rdadagi jinoza namoziga tayyorlik ko'rib, hovlisida eshak nuqtasini o'nglayotdi. Bir eshon kirib keldi. Eshon yetilab kirgan eshikini bog'lab qo'ygandan keyin Molla Zaydin o'ltirgan supiga kelib o'ltirib, sura o'qidi. Beshig'i kula, uchsig'i Qur'on chapan kiygan. Chechi o'sib, gajgisini yapgan eshon Fotihadan keyin Ufkam, men Ashabul Kahfni ziyorat qilish uchun Yakandan keldim. O'zim 7 avlod g'o'jizoda. Yo'ldan o'tib ketib, dilim tatib kirdim. Qarasam, peshonam ochiq, imoning komil, ta'ling ro'noq ko'rinding. Qani menga hapash bo'lg'in, diyoringni davr qildiray. Xudo talabimni ijobat qilsa, baxt qushi beshingga qo'nsa ajab emas. Qani vaqt qiyam, chapsonroq hapash bo'lg'in. Ya Allah, men uzundan beri sizlarga o'xshash pir komil eshong'ujini seg'inib yuratdim. Tiligim bugun ijobat bo'pti. U eshonga hapash bo'ldi. Eshon Molla Zaydinni ko'tirib uyga elib kirib, uy ichini 2 qitim aylantirdi. 3-chi qitim aylantirishda eshon to'xtab, "Ufkam, qo'ziqdagi chapanga duo qildim. Ba'dim. Tomoqqa duo qildim. Ba'dim. Joy namoz kegizga duo qildim. Balvoqqa duo qildim. Bir jib piyolaga duo qildim." Molla Zaydin eshon so'rgan narsalarning hammasini oyamasdan berdim dedi. Eshon o'ri turib, nurg'un oyatlarni o'qib, uzun duo qilgandan keyin Molla Zaydinning dumbisidan tushishiga ijozat qildi. Ammo Molla Zaydin uning dumbisidan tushmay, o'zining yana bir tiliki borligini aytdi. Xudoy taolo bugun tilikimni ijobat qilib, sizlardak pir komil eshong'ujini iroda qilganiga ajoyib xushal bo'ldim. So'rg'anlarining hammasini Xudo yo'lida sadiq qilib, o'z roziligim bilan sizlarga berib etdim. Mening tilikim shuki, menga bir duo qilsizlar. Men sizlarning bo'lib ketay. Kiyim kechaklarim sizlarga tava bo'lgan yerda, mening bu yerda qilishim to'g'ri bo'lmasa kerak.
kiyim-kechaklarim qayerda bo'lsa, menmi albatta shu yerda bo'lib o'zim kiyginim yaxshi emasmi? Eshon gapning ichida gap borligini tushundida qutulishga harakat qildi. Ammo uningga Vangning zangisi bilan chelishga tushib, zangini cho'rib tashlagan bu odamdan qutulish osonga tushmaydi albatta. Molla Saydin kuchlik bilaklari bilan Eshonning gelini qisib, teximi ching chaplashdi. Eshon hozirashqa tarlashga boshladi. Quroq chapandan pitili bo'lib ketgan gadan sochlaridan qondoqdir bir xil badbo'y puroq chiqib, ko'ngilni o'ynatib tursimu, Molla Saydin chidadi. U Ba'ayni Rudupayning o'zi bo'ldi. Bu Rudupayni ko'tirib yurib, hech holi qolmagan Eshon yerga yiqildi. Rudupaymu ustiga besibli tushdi. Balki teximi ig'irini soldi. Yelinib yalvurib ko'rsimu qutulishga ko'zi yetmagan Eshon oxir ho'ngrab yig'lashga boshladi. Bu oraliqda qo'lim qo'shnilardan bir muncha odam to'plangan edi. Bu ish uşaq bolalar uchunmi kulkilik o'yin bo'ldi. Tova qildim. Hamma narsani qaytirib beray. Jabr solmagan ukam. O'zing topgan balaga nega borasan davoga? Ikkinchi bunda qilmayman. 100 ming tova qilay. Ikkinchi bunda qilmayman. Eshon yig'lab qo'qshab bakrak nola qilibdi. Ba'zi odamlar o'tirg'i tushib, sala sulhi qilib Eshondan qattiq va'da oldi. Eshon kishilarni aldab olgan hamma narsani qaytarmoqchi bo'ldi. Shuningdan keyin Molla Saydin Eshonni qo'yivetdi. Agar buningdan keyin mushu tavadi yana shundoq aldamchilik qilganligingni anglab qoladigan bo'lsam, nada bo'lsang izlab tepib, ko'kolangdan tutib, tumshiqingni yerga surkayman. Mundaq aldamchilik qiluvchi katman chapsang bo'lmamdi. Sen ahmoq topadigan yurt emas bu, bildingmi? Qutulg'iniga xush bo'lgan Eshon xo'sh deb orqacha mengib chiqib ketdi. Uning orqasidan kishilar bir muncha maza qilib kulki qilishdi. Molla Saydin eshigini to'qib, o'rdidagi jinoza namoziga oldirib mangdi. Vangning heliqi utur mijoz qizi kechisi o'gzida uxlayotgan joyidan jo'yilib turib ketib, egiz o'gzidan yiqilib o'lgan edi. Sarang bo'lsa-mu, Vangning qizi bo'lgani uchun jinozani elib chiqishga jiq tayyorlik qilindi. Vangning uruq avlodlari sho'rpisining sho'rpilari degida kelib, hozir qilganning ustiga ba'zanlar fikr qilib, o'rdadan chiqqan jinoza odatdagi kishilarning jinozasidan farqlanishi kerak deb, hozirga yaqin atrofdagi el jamoatni va Vangning yerini teriydigan o'rtaqchilarning oila tavobatlarini majburiy qatnashtirib hozir qildirdi. Hatta jangalda beqilayotgan Vangga tava hingan to'gilarni toyloqlaridan ajratib kelib, o'rda atrofidagi qo'tanga solab qo'ydi. Bu to'gilar toyloqlarini sig'inib bozlashga boshladi. To'gining bozlishi bilan ular Vang qizining o'liginiga to'gilarni hozir qildi degan tushuncha paydo bo'lib, bu jinoza har qanday jinozadan farq etdi deb baho berishdi. Molla Saydin Vangning qizi o'lganligini anglabla, qandoqli bo'lsa bir aski kemi yebdi degan edi. Lekin to'gilarni oldirib kelib bozlatqanga qarab, bo'yi tiklashgandek bo'ldi-da, to'gi bozlab hozir qilgan yerda eshkim hangrab hozir qilsa bo'lmamdikan degan yerga kelib, otayin eshak minib jinoza namoziga qatnashdi. Molla Saydinning eshki hor desila hangraydi. Bu rasa atlishib berdi. Namoz tushiradigan maydonga yaqin daraxtlikka bog'lab qo'yilgan necha yuz ot eshakning yeniga opirib, eshikini bog'lagan Molla Saydin o'zi oncha yiroq ketmay eshikini otayin hongirtib o'ltirdi. Bir eshak hongirgan yerda qolgan eshaklarmi hongirab, motam maydonini eshaklarning hongirishi qoplab ketdi. Jinozani qabristonga elib mong'andimu, yo'lda Molla Saydin eshikini hongirtib mongdi. Molla Saydinning qasdan shunda qilayotganligini tushungan ba'zilar uning og'zini tatilab, "Bugun eshakka nim bo'pti? Quloq menimizni yapli ketdi-ku. Eshikimning nim bo'lganligiga menmi hayron. Oshqi o'lib ketgandek hangrab to'xtamayotdi." Kishilar Molla Saydinning ko'nglidagini tushunib, uning jasoratiga hayron qolishdi. Yaqinqi kunlardan buyon yurt xalqi ichida Molla Saydinning qo'ltis shuhrati chiqib o'tadi.
Molla Saydin Wang ordisida ijro qilgan ko'k kaptar jazosining parini texi besilmasdilla uning ishonni to'g'ri qildirganligi va ordidagi ta'ziyaga qatnashib eshikini hangratganligi orqama-orqa xalq ichiga tarqaldi. Xalq o'zaro bu haqdagi paranglarni deyishib ko'ngil ochadi. Yana bir tarafdan Molla Saydinning ilgari oxir qilgan ajoyib ishlarini eslab, olli kimlarga la'nat o'qiydi va ularni masxara qiladi. Kishilar o'zida Molla Saydinga nisbatan bir xil yaqinlik, mehr-muhabbat qo'zg'alayotganligini his qilishadi. Lekin Molla Saydinning inovati o'sgan sari uni ko'rolmaydiganlarmi chiqdi. Bir qitim ochiq dushmanlashgan Qavzat Tayji o'z mag'lubiyatiga tan bermay, ko'k kaptar jazosi masalasini tutqi qilib, Turpan hokimi va Urumchi dudusiga arz sunganning ustiga Wangning yuzlik cho'ng-cho'ng tuqqanlarining uylariga berib, bir muncha qutratqulik qildi. Xo'ja Kahmu Molla Saydinga qattiq hasad qilib yuratdi. U yaqindan buyon Wang jamatlari o'tirsida paydo bo'lgan g'ulg'uli shikoyatlarni anglab, Wangning xushkayib o'tirgan paytini tepib, o'z fikrini o'tirg'i qo'ydi. Men qanchalik o'ylansam, biz Molla Saydinning qo'lida o'ynab qelyapmiz. Ha? Undaq emas-da. Yo'qsa, bizni xuddi kichik bolani o'ynatgandek o'ynatyapti. Ko'k kaptar jazosi deb bir muncha gunohkorni qo'limizdan chiqarib etdi. Tuqqanlar yurt xalqi hammasi buningga norozi bo'pti-dak. Demasimi, shundoq emasmi? Kaptar qo'g'ilganlardan bir nechisi cho'lda o'libdi dedi-ku. Yo'qsa, o'ldi degani yolg'on. Hammasi Molla Saydinning yolg'on gapi. Uning ustadligini aytib tugatgili bo'lamdigan. Ko'k kaptarni kim tutolmaydi? Oqshimi ko'k kaptarni tutib, ko'k qizil latlarni chigib, kim belgi qilolmaydi? Biz rostdan oldinib qoldik. Wang ko'k kaptar jazosi va keyingi tarix tazgirlariga yezilish nuqtasidan Xo'ja Kahning so'zlariga onchi pisand qilmadi. Lekin Turpandan kelgan aloqa Wangni xeylila aloqzoda qildi. Hatto Turpan hokimi Wangni ayblab, zindondagi gunohkorlarga ko'k kaptar qo'g'litib, ularni zindondan bo'shatib etish tarixda ko'rilmagan ish deb ko'rsatilgandan tashqari, Molla Saydinni darhol qo'lga elib, uningga qonuniy jazo berishni topshirgan edi. Wanglar xalq ichida o'zini hammadan yuqori deb hisoblasa-mu, hokimlardan qo'rqatdi. Shuning uchun Wang g'ing qilmasdan jiddiy tadbir qo'llanib, Molla Saydinni tutib kelishga buyruq berdi. Molla Saydin hech ishdan xabari yo'q, o'rdaga kirmoqchi bo'lib kelyotdi. U o'rda otxonasining darvozasi oldida yengili o'rdadan chiqqan otboqar Matguliga uchrab qoldi. Matguli Molla Saydinni ko'ribla qo'shilmasini turib salomlashdi va qo'lidan tutib, "Yur, azroq ishing bor" deb uni agashtirib otxona hovlisiga elib kirdi va bo'g'izxonaga boshlab bordi. Molla Saydin ochliq tog'orlarini uyon-buyon qiladigan o'xshayman deb o'ylab turadi. Matguli uningga "Xapamay, birdan mushu uyda turib turgan" dedi va eshikni qulplab hovlida ot to'qishga boshladi. Molla Saydin bir oz hayron bo'lib, uy ichida uyon-buyon mingandan keyin ochliq tog'orlari ustiga o'ltirib o'yga cho'mdi. Birdandan keyin hovlida varang-churang paydo bo'ldi. Matguli, qandoq bo'ldi? Otlar tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi. Molla Saydin darhol o'rnidan turib, eshikning yo'chiqidan qarab edi. Hovlida qilich osgan 4 to'rg'a otlarning chulurlarini tutib turishadi. Matguli bo'lsa, 4-chi otning to'shligini chingitib "Qandoq qilamiz deyapsizlar? Bo'yni qo'lga chiqdi. Endi qo'limizdan kelgan ishni qilamiz desina. Arg'amchalar yaramaydi. Oldirashliqda qo'lga chiqqan og'amchini epli chiqdik. To'xtanglar, sizlarga puxta og'amchi beray. Munda ko'nrab ketgan og'amchi bilan Molla Saydinni bog'lig'ili bo'lmaydi." Matguli bu yonqa uyga kiribla ishkital inchika arg'amchini elib chiqib, ularga tashlab berdi. Ko'ni arg'amchini cho'rib etib, yangi arg'amchini olgan do'rg'ilar otlariga minishib chiqib ketishdi. "Raurus kelishtirib bog'lab kelinglar." Molla Saydin eshikning yo'chiqidan ahvolni ko'rdi. Bo'lingan so'zlarni o'z quloqi bilan angladi.
Matguli qo'ruvdagi ishlarni ancha-muncha yig'ishtirib, Bo'g'izxonning oldiga kelib g'udungshib, Rasa puxta arg'amchidan 2 tal tashlab berdim. Molla Zaydinni chin bog'lab akiladi. Hech bo'lmaganda Van G'ojam uni 50 to'qmoq urib, zindonga tashlaydi. Keyin darg'a asamdo yoki bir pay o'q bilan jazolamdi. Bu ish Vanlarning insobiga bog'liq. Shuninggacha sen tag'arning ustida qimir qilmasdan yetib turishing kerak. Ahvol o'zgardi. dedi Matguli va nemalarindir g'udungshib uyga kirib ketdi. Dorg'alar otxonadan chiqib to'p-to'g'ri Molla Zaydinning uyiga bordi. Molla Zaydinning xotini Oyimxon qizi Satiramning chechini yuyib tarab o'ltiradi. O'g'li Qahorjon bo'lsa, o'gsida o'ynayotadi. Dorg'alar otlarni choptirgan peti hoyliga kirib, hayvi bilan Molla Zaydin! Oyimxon cho'chib ketdi. Hatto hoylida dallayotgan to'g'olami urkib qechishdi. Molla Zaydin qani? Voy tang, men nima bilay? dedi Oyimxon hang-tang bo'lib. Dorg'alardan ikkisi otdan tushib, uy ichi eg'il aram o'gzilarni oqtirdi. Ular Molla Zaydinni topolmagandan keyin ochiqig'i poylamay uy ichidagi o'rin ko'rpalarni chuvib, limtoqni og'dirib, tavoq qochilarni chiqib, idishni tepib yiqitib, hamma narsani o'ngtay-to'ngtay qilaverdi. Bu ahvolni ko'rgan Oyimxonning ochiqi kelgan bo'lsa-mu, o'zini besib, "Nim bo'ldinglar? Ochiqinglar ajab yomon-ku. Bizning odam nima gunoh qildi?" Chashqonning o'lgisi kelsa, mushukning quyruqiga esilibdi degandek bo'ldi. Senga nonni yeb yurgan bo'lsa, bundoq bo'lmaydi. Oyimxon Dorg'alarning xuy-payli va ochiq so'zlariga qarab, Molla Zaydinning biror gunohga loyiq bo'lib qolganligini tushundida, ularga ortiq so'z qilishni xohlamadi. Dorg'alar yana bir muncha chalvaqab, hayvi ko'rsatib etib, hoylidan chiqib ketishdi. Xubdan vaqtida Matguli Bo'g'izxonining eshigini ochib, Molla Zaydinni o'z uyiga boshlab kirdi. Bu chaqda otxonaning darvozasi quluplangan. Sirtda el oyig'i besilib, timtasliq hukm surgan edi. Enem, ichim pushqandi. Qursqingmi ochqandi. Ochiqing kelmagandi, ha? Hamma ishni o'zing ko'rding. Ahvol mana mushundaq chapsan o'zgardi. Hozir seni tutmoqchi bo'lyotdi. Bu qatam bularning payli buzuq. Voy xotin, tayyorlagan bir nimani chapsan akal. Matgulining ayoli dasturxon silib, bir tovoqda qozon neni va sutlik choy elib keldi. Bular tomoq yeb o'ltirib, yana bir muncha ahvollashdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Kahlar salcı tarqab ketgandek yurishidi. Abdurahim qori bilan ikkimiz hech kimga tuydirmay izini izlab keldik. Barakallah. Boshqa so'zning lozimi yo'q. Duo berayli, yo'lga chiqib ketsin. Qani heliq qamcha, elval. Sana tutgan yo'llig'im bo'lsin. Shariat hukmiga putmaydigan johil murtad, yo'qol ko'zimdan.